Hayotda ba'zida shahar shovqinidan shunchaki uzoqlashib, tabiat bag'rida nafas olging keladi. Bugun biz sizlar bilan shunday qilamiz. Bir kunlik kempingga yo'l olamiz. Barakalla. Biz kempingda hammani o'ylaymiz-da, ana bozorlar naval zo'r bo'ladi. Bu vlogda siz bilan birga tabiatda safar qilamiz, o't yoqamiz, ovqat tayyorlaymiz va shunchaki dam olamiz. Agar siz tabiatni sevuvchi, sayohatni yoqtiruvchi bo'lsangiz, biz bilan qoling. Bu bizning YouTube kanalimizdagi sayohatimizning birinchi qismi. 9-10 may sanasida bo'lib o'tgan kemping turimiz Toshkent viloyati G'azalkent tumanida joylashgan Brutal tog' tizmalarida bo'lib o'tdi. Ya'ni Sharof Rashidovning eski dala hovlisida. Bu joy sayohatchilarimizga haqiqiy o'rmon atmosferasini berdi. Ushbu kemping turimizdan ko'zlangan maqsad sayohatchilarimiz orasidagi networking va ularning dam olish kunlarini mazmunli o'tkazish bo'lgan. Va biz u yerda nimalar qildik? Tasvir atrofida adrenalinga boy jamoa, chorli musiqa, yulduzlar ostida sinema, hammasi bitta turda jamlangan. Albatta bu sayohatchilarimizga juda ham yoqdi. Наливайте чай вместо крепкого вина. Я вам музыку сыграю, здесь всем нравится она. На востоке, что за небо без луны. На востоке, что за жизнь без чайханы. Agarda sizga sayohatimiz va videomiz yoqayotgan bo'lsa, hozirroq like bosib qo'ying va obuna bo'lishni unutmang. Sababi sizning like va obunangiz bizning keyingi videolarimizni tayyorlash uchun motivatsiya bo'ladi. Sayohatimiz davomidagi har bir kadrlarni, sayohatchilarning emotsiyalarini video davomida ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Assalomu alaykum. Bugungi turimiz. Assalomu alaykum hammaga. Bugun Bo'rtog'ga bo'lgan sayohatimiz haqida hammaga ko'rsatamiz. Qani ketdi. Qushlarning ovozi eshityaptimi? Ko'rib turganinglardek bu yoqdagi atmosferaga prosta gap yo'q. Chodirlar, ya'ni tentlar o'rnatganmiz. Ko'rishingiz mumkin, hamma har xil ishlar bilan ovora. Abdulloh shoshib shiryapti, qizlar ovqat tayyorlashyapti. Ba'zilar karta o'ynayapti. Hozir endi shu Abdullohdan bir ikki ovoz gaplashib ko'ramiz. Abdulloh tur qalay ketyapti. O'zi haqida bir ovoz. Kitobiy qilmasin, normalik. Tur zo'r. Tashkilotchilarga rahmat hammasiga. Abrorbek shuncha narsani tashkil qilib qo'yibdi. Birinchi o'rinda Abrorbekka, keyin o'zimga, keyin Abrorbekka, keyin o'zimga rahmat. Shoh bosganimiz bilan kelgan. Ya'ni VIP turistlardan Shoh akam shuncha oldimda o'tiribdi. Shoh aka, sizga qanaqa fikrlar bor aka? Tur yoqdimi? Juda ham zo'r tur, juda ham atmosfera ham yo'q. Yo'q-a? Realniy. Yoshi o'tgan odam xotinsiz yashashi qiyin albatta. Mana shuning uchun uylantirsak dedim. Uzr. Men so'ramoqchi bo'lgan atmosfera qanday, sizga yoqdimi manzara? Atmosfera chotki, gap yo'q. Atrofimizda yam-yashil manzara, daraxtlar, bu yoqda mana hozir olov yoqiladi. Hamma ko'tarinki kayfiyatda o'tyapti. Rahmat Abdulloh. Gap yo'q. Abrorjon, hammaga, tashkilotchilarga, tur firmaning rahbarlariga rahmat. Sizga ham rahmat. Endi komandadagi eng quvnoq, ya'ni o'zim yaqin akamni bir ikki ovoz eshitib ko'ramiz. Assalomu alaykum. 4 odam akasiz. Hammasi yaxshi. Juda ham chiroyli bo'lyapti. Abdullajonga ham rahmat. Okay. Akam, ukalarim bilan chiqdim. Tanimagan odamlarim ham bor, lekin juda yaqin tanish bo'ldi hammasi bilan. Zo'r ketyapti. Shashlik pishishini kutyapmiz. Qorin to'ygizib. Bu ko'p gaplar bordi. Buni ochiq gapini men aytmoqchiman sizlarga. Salyut ko'rganda chiqamiz. Undan ham kutib qolamiz sizlarni. Efirdan uzoqlashmanglar. Bu fikrni ochiq aytishga yetolmaydi, shuning uchun aytmoqchimanki, hamma yoq zo'r demoqchi. Keyingi odam. Assalomu alaykum. Turimiz haqida bir ikki o'zingiz emotsiyalaringizni ayta olasiz? Tak. Tur ajoyib o'tyapti. Hozircha hali endi boshlandi. Umid qilamanki hammasi ideal tarzda o'tadi. O'zim
tashkilotchilardanman. Yo'q. Xabarim yo'q edi meni tashkilotchilik bizdan ekan. Anta kimdir ensasini rosa xotiryapti. Va oxirgi narsani ko'rsatib qo'yishim kerak sizlarga qaranglar. Bu yoqda krug bo'lib qimor o'ynashyapti. Gapni ochig'ini aytganda. 3 hours later. Ajrashar edik, kelasan mu derdim. Xayrlashar chog, kelaman deyardik. Sekin imanib, tilimning uchida hanuz shu so'roq. Hanuz yuragimni aylaydi mayib. Seni izlab kutarman, safargacha Day oqshom qo'ynida vasling umidida zor. Seni izlab kutarman, safargacha man bemor. İstesang shu falakdan oyni olib beraman, yulduzlardan bo'yningga marjon taqib qo'yaman. İstesang shu falakdan oyni olib beraman, yulduzlardan bo'yningga marjon taqib qo'yaman. Yulduzlardan bo'yningga marjon taqib qo'yaman. Sahrada bog'imda gulladi chaman, go'zal sen sog'insam uni quchaman. Dardimni o'zidan boshqa kim bilar, sog'indim men seni bir ko'rgim kelar. Saharda bog'imda gulladi chaman, go'zal seni sog'insam uni quchaman. Dardimni o'zimdan boshqa kim bilar, sog'indim men seni bir ko'rgim kelar. 5 minutes later. Barakalla. Osmondagi oyim degan eding-a, go'zallikka boyim degan eding-a. Osmondagi oyim degan eding-a, go'zallikka boyim degan eding-a. Qayerlarga ketib qolding yorim, meni tashlab kelmaysan. Ura yongan yuragim bilmaysan. Ura kuygan yuragim sezmaysan. Bizning 2 yillik kemping sayohatimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Biz o'zimizning ko'zlangan maqsadga erishdik. Trail Towndan uzoqlashmang. Sayohat bu eng yaxshi sarmoya. Keyingi sayohatlarimizda ko'rishguncha.